Hammaga assalomu alaykum. Bu video yangi o'rganayotganlarga Scanmatic'ga ko'pchilik yangi Scanmatic sotib olganlar mana shu xatoni qiladi. Scanmatic'ni mashinaga ulab turib, Bluetoothga kiradi. Mana bu yerdan Scanmatic'ni topib turib, mana bu yerga parol yozishga harakat qiladi. Bu yerda 1 2 3 4 yozsangiz ham yoki 4 0 ursangiz ham kirmaydi. Sababi bu yerdan priyaska qilinmaydi. O'sha narsani to'g'ri tushunish kerak. Priyaska mana jana chiqdi. 4 0 ursangiz ham parol so'rayapti deydi. Bu bunaqa bo'lmaydi. Yaxshilab e'tibor beringlar. Bluetoothga biz kirishimiz shart emas. Biz Scanmatic saytiga kirib, programmasini skachat qilamiz. Eng oxirgisini. Keyin Scanmatic programmasini ochamiz. Ochganimizda mana bu yerda ikkinchisi. Mana bu birinchisida Bluetooth подключение по Bluetooth degan joyda bitishga turishi kerak. Mana ko'ryapsizlar. Ikkinchi joyda priyaska degan joyini bosamiz. Priyaska Bluetooth orqali da deymiz, dali. Mana priyaska qilaymi deyapti, dali qilamiz. Mana bu yerda Bluetooth chiqadi. Mana bu yerda Bluetooth chiqadi, vibr qilgandan keyin bo'ldi mana. Pin kod не требуется deb yozyapti. Bo'ldi. Scanmatic'ingiz ulandi. Ana endi mashinaga ulansangiz bo'ladi. Kirsangiz bo'ladi, ko'rsatadi. To shungacha Bluetoothga ko'pchilik Bluetooth o'zini ochib oladi. Bluetooth mana kirdi Bluetoothdan. Уже mashinani tanlang deyapti. Hozir menda mashina ulanmagan, просто ko'rsatyapman. Ko'pchilik o'sha xatoni qiladi. O'shanga bu narsani qilib qo'yaman. Mabodoga yangi o'rganayotganlar bo'lsa tashab qo'yasizlar. Shu narsani ko'rsa, ajab emas, tushunib olsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.